أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni inoyatlan at-tafsir muyassar degan shu tafsirning o'zining darsimiz davom qilgan bo'lib, An'am surasining 28 oyatga kelib to'xtab qolib ekanmiz. Shu yana o'zining darsimizning o'zini davomlashtirishga tirishamiz. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'den kısa Uygur tercümesi. Undaq emas. Ularning ilgiri yushurgan ishlari, qabih qilmishlari tufaylidan
shundoq orzu qilishidi. Ularga oshkor bo'ldi. Ular dunyoga qaytarilgan taqdirdimi man'iy qilingan ishlarni albatta yana qiladi. Shubhisizki ular iymon aytadiq degan va'dasida yolg'onchilardir. Ular hayotlik faqat mushu dunyodagi hayotimizdir. O'lgandan keyin tirildirilmaymiz deydi. Agar ularni Parvardigorning oldida to'xtatilgan chog'da ko'rsang, g'oyat cho'ng ishni ko'rsan. Alloh ularga bu o'lgandan keyin tirilish rost emasmikan deydi. Ular Parvardigorimiz bilan qasamki, rost ekan deydi. Alloh kofir bo'lganliginglar uchun azobni tetinglar deydi. Allohga muloqot bo'lishni, ya'ni qayta tirilishni inkor qilganlar haqiqatan ziyon tortdi. Qiyomat tuyuqsiz kelgan chog'da ular u dunyodagi beparvoligimizdan nadomat deydi. Gunohlarini ustlariga yuklab oladi. Ularning gunohlarini yukligini nima degan yomon? Dunyo tirikchiligi faqat uyun g'aflatdan iborat. Taqvodorlik qiladiganlar uchun albatta u dunyo yaxshidir. Buni tushunmamsizlar? Ularning so'zi seni qayg'uga soladiganligini biz obdan bilamiz. Ular seni ichida inkor qilmaydi. Lekin ular tarsaliqidan inkor qiladi. Haqiqatda zolimlar Allohning oyatlarini inkor qiladi. Sendan burun o'tgan payg'ambarlarmi inkor qilindi. Ular inkor qilinganligiga va o'zlariga yetgan aziyatlarga sabr qildi. Oxir ular bizning yordamimizga erishdi. Allohning so'zlarini har qanday odam o'zgartirolmaydi. Shubhisizki payg'ambarlarning qissalari sana nozil bo'ldi. Ey Muhammad, ularning islomdan yuz yurganligi sana eg'ir kelgan bo'lsa, undaqda yer ostiga kirishga yo'l yoki osmonga chiqishga shu tepib bir mo'jiza keltira olsang, keltirgin. Agar Alloh xolsa, albatta ularni hidoyatga birlashtiradi. Sen hargiz Allohning hikmetini tushunmaydiganlardan bo'lmagan. Xo'sh, bal bada lahum laysa al-amru kazalik. بل ظهر لهم يوم القيامة ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت به الرسل في الدنيا وإن كانوا يظهرون لأتباعهم خلافه ولو فرض أن أعيدوا إلى الدنيا فأمهلوا لرجعوا إلى العناد بالكفر والتكذيب وإنهم لكاذبون في قولهم لو رددنا إلى الدنيا لم نكذب بآيات ربنا وكنا من المؤمنين. İş ula ümit qilgandek kutgandek emas. O dunyoga qaytirib o'ltirg'ach tugdamdi bu. Balkim oshkor bo'ldi ular uchun. Qiyomat kunida ular o'z nafslaridan qilgan ish. Mushning o'zi ular uchun naq maydon keldi, oshkor bo'ldi. Balki oshkor bo'ldi ular uchun qiyomat kunida bir narsaki makanu ya'lamunahu. Ular bilgan narsa oshkor bo'ldi o'z nafslaridan. Nimadan iborat? Dunyoda o'zlarining payg'ambarlar ini epkagan narsaga ungacha shu narsaning rostligidan iborat ular bilgan narsa oshkor bo'ldi. Gerçi ular o'zlarining agash kuchlariga ining xilofini oshkor qilib ko'rsatsinmi.
Eğer paraz kılınsa, ularni dunyoga iyoda qilishni faraz qilinsa, masalan, ular vaqt muhlat berilsa, yana qanday qiladi ular o'zining kufr tarsalig'iga, o'zining tarsalig'iga kufri va takzib sabablik tarsalik qaytadi. Ularchu albatta yolg'onchilar ular. O'zlarining so'ziga agar biz dunyoga qaytib bir qaytarilsak, bizning Rabbimizning oyatlarini-chu yolg'on chiqargan bo'lardik, biz mo'minlardan bo'lgan bo'lardik degan bu so'zi da ular albatta yolg'onchi. وقال هؤلاء المشركون المنكرون للبعث ما الحياة إلا هذه الحياة التي نحن فيها وما نحن بمبعوثين بعد موتنا. Bu o'lgandan keyin tirilishni inkor qiluvchi bo'lgan osh mushriklar dediki nima deb, hayotlik faqatligilam biz yashayotgan hayoti dunyoning o'zila, boshqa hayotlik yo'q dedi. Emas, biz olsak biz o'lgandan keyin qayta hisob nisob uchun qaytachu qo'zg'aluvchi emas, qaytiruvchi emas biz mana dedi. ولو ترى أيها الرسول منكري البعث إذ حبسوا بين يدي الله تعالى لقضائه فيهم يوم القيامة لرأيت أسوأ حال إذ يقول الله جل وعلا أليس هذا بالحق، أي أليس هذا البعث الذي كنتم تنكرونه في الدنيا حقا؟ قالوا بلى وربنا إنه لحق. قال الله تعالى فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي العذاب الذي كنتم تكذبون به في الدنيا بسبب جحودكم بالله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Eğer ey Peygamber aleyhissalatü vesselam körsen sen bu kıyamet günü ölgenden keyin tirilishga inkar qiluvchilarning o'zini, bu kafirlarning o'zini ko'rsan, qachon Allah subhanahu taolaning oldida to'xtalgan vaqtda ularni arsicho bir hisob, bir ularni sud etish uchun, hisob elish uchun to'xtalgan chog'da qiyomat kunidagi ahvolni, qiyomat kunida bularni ko'rmoqchi bo'lsang, albatta shundoq yomon echinishli bir ahvollarni ko'rsan. Chunki Alloh Jalla va ala deydi, mana buning o'zi rost emasmi, haq emasmi deganda ular deydi, alaysa hazal ba'su lazi kuntum tunkirunahu fi dunya haqqa, ya'ni mushu o'lgandan keyin tirilishni iborat sizlar dunyoda inkor qilgan narsa mush haq emasmikan degan chog'da ular deydi, albatta voy xudoyim haqiqatan u to'g'ri rostkan deb mana deydi. Allah Teala deydi undaqda sizlar shunun kafir o'g'anliginglar sabablik bu azobni tetinglar deydi. Yani sizlar dunyoda eni yolg'on chiqargan mush azobning o'zini naq mana oldinglarda tetinglar. Sizlarninki Allohga tuzkurlik qilib, Allohga jo'tlik qilish sabab bilan Allohning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamga jo'tlik qilib, tanganlik sabab bilan sizlar inkor qilgan, sizlar yolg'onga chiqqan, dunyoda yolg'on chiqqan bu azobni o'zini tetinglar deydi. قد خسر الكفار الذين أنكروا البأس بعد الموت حتى إذا قامت القيامة وفوجئوا بسوء المصير نادوا على أنفسهم بالحسرة على ما ضيعوه في حياتهم الدنيا وهم يحملون آثامهم على ظهورهم. فما أسوأ الأحمال الثقيلة السيئة التي يحملونها.
o'lgandan keyin tirilishini inkor qilgan bu kofirlar hammadan ziyon tortdi. Hatto qachoniki qiyomat qoyim bo'lsa va ularni bu oqibati nihoyatda yomon bir oqibat bilan eng oxirgi yomon bir oqibatdan ustun tut shunaqa qilinsa tovlaydida ular o'z o'ziga nihoyatda nadomat hasrat bilan tovlaydida mushu o'zlarining hayot dunyoda qo'ldan chiqarib qo'ygan mushu bo'shoqlik qilgan mush zaya qilayotgan narsa qarta nido qiladi. Ular olsa o'zlarining gunohlarini o'zlarining ustiga ko'taradi. Ko'targan holda mushuni nido qiladi. Nima usul qilayotganda, nima yomon qilayotganda ular ko'tarib olgan bu yomon eg'ir bu yuklarni وما الحياة الدنيا في غالب أحوالها إلا غرور وباطل والعمل الصالح للدار الآخرة خير للذين يخشون الله فيتقون عذابه بطاعته واجتناب معاصيه أفلا تعقلون أيها المشركون المغترون بزينة الحياة الدنيا فتقدموا ما يبقى على ما يفنى. Hayatı dünya özünün ahvalatlarının köp halatta bu aldaş, onu çok kızıktırış, aldaş ve batıldan başka emas. Yaxşı əməllər, ahiret üçün bolğan yaxşı əməl bu Allah'tan qorqqan muşundaq kişilər üçün çox nəhayət yaxşıdır. Ki o Allah'ın azabıdan paraz nim qilgan qo'rqqan alloh taologa toat qilish bilan alloh taologa qarshi chiqishdan uzoq turish bilan allohdan taqvo qilgan kishi uchun yaxshidir yaxshi amal. Hey aldangan hayoti dunyoninki go'zalligi bilan go'llangan aldangan hey mushriklar bu vaqt kallang ishlatmamsizlar. Onda qo'ygandayken sizlar mangu qilib qolgan narsaning o'zini tugab ketadigan narsaga ilgari qilinglar. Uni mangu qolgan narsani eng oldida qo'yinglar. إنا نعلم إنه ليدخل الحزن إلى قلبك تكذيب قومك لك في الظاهر فاصبر واطمئن فإنهم لا يكذبونك في قرارات أنفسهم بل يعتقدون صدقك ولكنهم لظلمهم وعدوانهم يجحدون البراهين الواضحة على صدقك فيكذبونك فيما جئت به. Çokum biz bilimiz biz. Şuniki çokum elbette kirgizib qo'ydi bir g'am, huzni, qayg'uni sening qalbingga Muhammad alayhissalatu vassalam sening qavmingniki seni ko'rinishda yolg'onga chiqarganligi seni biroz g'amga tashlab qo'ydi. Uni biz bilamiz. Uning sabr qilgin. Uning biroz qalbiy jihatda ozroq aram topgin. Cho'qim ular seni o'z nafsninki qarorida o'z nafsning qarori uchun seni yolg'onga chiqarmaydi. Balkim sening rostligingni e'tiqod qiladi. Lekin ular o'z zulm qillik tufayli va ular dushmanlik qillik tufayli sening rostliging bo'lgan ro'shan dalil faktlarga buningga inkor qiladi. Anandan keyin sen epkelgan narsaga, siz epkelgan narsa haqida seni yolg'onga chiqaradi. وَلَقَدْ كَذَّبَ الْكُفَّارُ رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ أَرْسَلَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى أُمَمِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِهِ فصبروا على ذلك ومضوا في دعوتهم وجهادهم حتى أتاهم نصر الله ولا مبدل لكلمات الله وهي ما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من وعده إياه بالنصر على من عاداه
وَلَقَدْ جَاءَكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ من خبر من كان قبلك من الرسل وما تحقق لهم من نصر الله وما جرى على مكذبيهم من نقمة الله منهم وغضبه عليهم فلك في من تقدم من الرسل أسوة وقدوة وفي هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. Elbette çokum yalğanğa çıkadı. Kapırla senden ilgeki nurgun peygamberlerini mu peygamber aleyhissalatü vesselam. Ki Allah o peygamberlerini özürünün ümmetlerine evetken nurgun peygamberlerini mi ço yalğanğa çıkadı. Bu yenilik emas. Bu inkar kılışsın, inkar kılışı. Ve o Allah yolunda nurgun eziyet birildi olağa. O aziyet qarta o peygamberler sabır kıldı ve özünün davet ve cihatlarıcı aldığı mani verdi. Hatta Allah'ın yardımı gelişti. Allah'ın kelimine hiçbir asusun kıvatışı yok, hiç özgertişi yok. O Allah'ın kelimini meğerse üzüm peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e düşürülgen. O Allah'ın o Muhammed aleyhisselam'a kan vaadin yardım bilen ibaret üzge karşı çıkan üzgüçü düşmanlıkan kişinin üstüde galbi nusretten ibaret Allah subhanahu teala o Resulü aleyhisselatü vesselam'a kan vaadidin ibaret bu düşürülgen Allah'ın kelimesine ço hiç kandak özgertvatçı yok. Elbet çokum keldi sana ey Peygamber aleyhissalatü vesselam senden ilgeki nurgun peygamberlerinin haberleri geldi. Ve ulağıcı Allah'ın yardımından ibaret vücut çıkan nasi bu geldi. Ve ularga ularga ularni inkar qilgan, ularni yolg'onga chiqargan, bularning ustida iqish topgan, bularga yuz bergan Allohning intiqomlaridan iborat ularga va u Allohning ularga g'azabidan iborat bu narsalarning o'zi keldi sana. Sen uchundir bu ilgak payg'ambarlar haqida nurg'un nimba ulgu va nimba usva va qudva bir ulgilish başladı. Ve bunun da hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir teselli bir iş var bu hayatı. Bu fakat sana emas, bundan burun kılamı, müştak inkar kılıngan, yalgan çıkılgan, zavirilgen, aza kılıngan, sabır kılgan, bulağa bu kan yalgançılık karta Allah subhanahu wa ta'ala bunun tegişlik, onun vabalini, onun cezasını bergen. Demek bunun da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir xapım var, buna kaygırmagan diyendek bir teselli var bu ayette. وإن كان عظم عليك أيها الرسول صدود هؤلاء المشركين وانصرافهم عن الاستجابة لدعوتك فإن استطعت أن تتخذ نفقا في الأرض أو مسعدا تصعد فيه إلى السماء فتأتيهم بعلامة وبرهان على صحة قولك غير الذي جئناهم به فافعل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى الذي أنتم عليه ووفقهم للإيمان ولكن لم يشأ ذلك لحكمة يعلمها سبحانه فلا تكونن أيها الرسول من الجاهلين الذين اشتد حزنهم وتحسروا حتى أوصلهم ذلك إلى الجزع الشديد. Gerçi sana Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aş müşriklerinin toskul kılışına ait ağır kelgen bolsun mu? Ve ularning cho'sining da'vatining o'ziga ijobat qilib ovoz qo'shishdan ularningki
Ve eğer ki çok kat doğan bolsun, çoğun olgan bolsunuz sana ey Peygamber aleyhissalatu vesselam aş müşriklerin toskınlık kılışı ve ularning kiçi başlatışı sının davetine avaz kuşsun başlatışına ait sana eğer kelgen bolsunmu? Eğer kelgen bolsunmu? Eğer sen ziminde bir yer astı bir yol elişka kadrolu olgan bolsan, zimin astı kiriş üçün yoki osmonga chiqib ketish uchun bir shutaga ilish qadri oladigan bo'lsang, o- e, anandan keyin ularcha e, alomat va dalil faktlarni sinov so'zingni rostgalik keltirsang, biz ularga keltirgandan boshqa dalil faktlarni keltira olgan bo'lsang shunda qilgin. Agar Alloh xohlasa ularni albatta sizlar inin üslubun hidayetki toplagan bo'ladi. Va ularni shu Alloh iymonga muvaffaq qilib, iymonga boshlab qo'ygan bo'ladi. Lekin Alloh uni faqat o'zi biladigan bir hikmat ilohiyning jahdidan unda qilishni xohlamadi. Onda qilgandagina payg'ambar alayhissalotu vassalam ularga qayg'urib, ularga nimsi bir bilimsizlarni qatarın bo'lmaganki, naiti ularniki qayg'usini aytdi qattiq bo'lib ketgan. e, Hatto bu qayg'u ularnichu naiti qattiq jazo paza Alloh to'g'ri cho'qan silishga apiradigan ularning huzn g'amlari naiti qattiq bo'lib ketgan johillarning qatoridan bo'lmagan deydi. Xo'sh, bugun şuna kifoya durumuz. Dersimiz inşallah. Dersimizin devamı ayet oldu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.